Delisi 001 kanali. Bugün biz do'stimiz bilan ular o'ynaymiz. Qani o'ynasam ketdik. Kirmoqda, yana kirdi. O'yin boshlandi. Bos var. Videoga kirganingizdan keyin obuna va like esdan chiqmasin. Me ippa. Yugur. Voy. Voy qishqi qara. Botizm. Vum. Voy bir qo'ydik. Yugurma. Uzoqdan zarba. Donarmaga urish qiyin lekin. Voy kalla. Haaland yetib bordi. Bizda to'p Rafinha. Yugur. Usholmaydi. Sommer o'rtada. Uzoqdan zarba va noaniq. Va yana kalladan zarba ularga bordi. Yana ketdi. O'tib ketdi. Biz yugurib chiqyapmiz va gol, aniq gol. Va shot 1-0. Agar ko'kdagilar yutsa like bosasiz, qizildagilar yutsa obuna bosasiz. Agar shu videomiz 5 like yig'sa, ikkinchi qismini chiqaramiz. Voy, gol emas. Va bizda to'p Nunes, Depay, zarba. Ketdi. Lautaro Martinez. Milan safida to'p surmoqda hozir. Va vartda yugurib chiqdi, zarba. Offside bo'ladi, lekin vartda ushlab oldi. Tepdi. Ket. Yugur. Nunes, offside bo'lsa kerak. Offside ya. Vakantlar to'g'rilab olaylik. Bizda o'sha afsona oldin olib qo'ygan mana shaqona futbolchini Eldor Shomurodov. Boshla. Ket. Yugur. Yugur. Uchamiz. Gol emas. Bundan keyingi videoni nima qilaylik? Kommentariyada yozib qolinglar. Ya, ketdi. Yana bir bor aytayman, mana shu videomiz 5 ta like yig'sa, biz ikkinchi qismini olamiz. Va barik uchun ketdi. Usman Dembele, Van Dijk, Nunes o'tib ketmoqda va Vartabon qaytardi. Ichiga bermoqchi ichida va zarba, gol! Nunes urib ketmoqda hozir. Bugun ham yana bitta video chiqishi kutilmoqda. Bu Minecraft yaxshi ko'radiganlar ham like bosib qo'yinglar. Kim Roblox'da yaxshi ko'rsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdi. Yıldız olib qo'ydi. Va ichiga zarba. O'tmay qoldi. Lautaro Depay. Va bizdan to'p o'tib ketdi. Va ketdi qarshi hujumga. Cholamiz, Cholvich o'tmaydi. Boshla. Chop tashimi. Va ichiga. Va yana ichiga.
o'yin qo'yapti. Okay, let's go. O'ynaymiz. Zarba, gol! Vardan aldab, top qo'yib Teresa Guetta. Va golni ko'ramiz. Varta oldi, biz esa oldik va zarba. Yurak zarba, endi gol. Nima endi o'yna. Ketdi ichiga va yana ichiga. Voy, yetib borolmaydi. Osman Dembele va Messi zo'r o'yini bilan o'yinni tark etdi. Shomurodov. Chopamiz. Chopilmadi. Zarba. Gol. Eldor Shomurodov. 70lik holatida shunday saf-sariq komandaga gol urdi. Ichiga. Ye Shomurodov. Nunes, nima bo'lyapti? O'g'irg'on. Yonga beramiz. Piyadlargacha borsa, kim uchun yozib qoldiringlar. O'yinni boshlaymiz. Bizdan to'p mana ichiga. Opa. Va. Kim edi bu? Lautaro Martinez Teresa Guetta aldadi. Ketmoqda. Ketdi. Zarba. Gol! Teresa Guetta ikkinchi golni dubl qildi. Va 100-daqiqa ketmoqda. Boramiz, chopamiz, ichiga beramiz. Bunday qilamiz. Bunday qilib boramiz. Yugurib yetolmaymiz va ichiga yana yugurib ketamiz. Ichiga berib tapa qilamiz va gol! Keyin 86lik holatida Barselona Real Madridga gol urdi. O'yin davom etmoqda. Ketdi. Va ikkinchi taymga qani ketdi. Qattiq o'ynarkan, ana do'stimiz ham. Voy, berib qo'yma. Chopdik. Va ichiga berib yubordik. Pas berdik. Yana pas berdik. Wow, qo'ydi. Va yana biz olib qo'ydik. Aytyapman, bundan keyin gujimiz 3 kishi bo'lib Minecraft o'ynaymiz. Chopamiz va gol urib ketadi. Bu o'yin penaltigacha borsa kerak, o'va. Chopamiz. Yana chopamiz. Chop tashlaymiz. Aytgan bo'lsam bilmayman. Va Lautaro Martinez oxirgi daqiqalarda va zarba. Golimiz! Xuddiki 2022-yil finali Fransiyaga qarshi Argentinadagi Lautaro inmaydi familiyasi. Emiliano Martinezda qaytarib qo'ydi. Ular ham o'sha payt gol urmagandi. Va yana qaytardi Sumer. Va o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Bu bizning tarafga 3-2. Mayli, sizlar ham zo'rsizlar. Va tugadi.